Yaxshimisiz ada? Yaxshimisiz. Dilshod uyda yo'qmi? Bu Dilshodning uyi emas. Lekin u menga shu adresini deb bergandi. Ha. Bu binodami Dilshod ismli odam yo'q-ku deyman. Bu binoda Dilshod ismli birisi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Sizni avar qildim edi. Hech qisi yo'q. Singlim, to'xtang. Raziye? Oy, ne oldu? Nima ish bo'ldi? Tutmayman bunda uyni. Hey, bu kunlarimizda endi yaxshi bo'lardi. Bora yaxshi olmamda. Mushulg'im taqtingiz yo'qmi? Men bu gapni anglayotgan qanchalik bo'ldi? Yana qachongacha anglayman? Elim mening taqtim bo'lg'achqa chidab kelyapman. Lekin nima lekin? Lekin taqtim to'shdi. Hey, bir tal zanjir taqtingizni to'shqizyaptimi? To'g'ri dedingiz. Bek to'g'ri dedingiz. O'zingiz o'ylab beqing-a. Kichik balongizni oldigandek oldim deb qo'yib, zanjirning rasmini vatib qo'ysangiz, kimning achchiq kelmaydi? Lekin men rost olgan tursam, shu qiyni ham sog'am. Yo'lda kelyapti. Qaysi yo'lda kelyapti? Yuqorisirak yo'lda kelyaptimi yoki qo'g'irliqning yo'lidami? Rahmatun. Men shu sizni beklar xush qilib deb, ishkirga dangliq zibuznat yasaydigan yak buyurib ekanman. Shu kep bo'lmay qoldi, men 2 kun vaqt beram bo'lamda. Ma'qul demam, 2 kun vaqtning ishi bu. Mush bir qitim shinaya sizga. Xush qilaman davosi nadi? Tomoq yeli chiqib qoldi. Ey, bugun do'konga bormay uyga kelyapsiz-ku. Ha, Davronkam demaylan deb tushunadi. Nima ish qilgan? Shu zanjirni shu mamdu. Yo'q. Ayolingiz sizni ranjib qoldi. Berib, paranglashib, tomoq yeb, ko'ngil evlayolib, shuni o'rsab aytishga. Rostmi ya? Rost, to'g'ri gap qildim. To'xtang. Va tomoq yeyishga ma'qul deganim, hargiz sizni kechirayotganim bilan emasmi? Meni ochchig'im yonmabdi. Voy, ma'qul. Do'st, men akirib chiqay, ya. Hozirgi boshliqlar boshdan yaxshi bo'lib ketganmidi? Bu aytmoqmush shu. Bikadim boshqalar o'zimni ko'z qilaman, ko'z dema deb qo'yilib ketib qarab o'tdim. Pul berib turgan do'stim pulni darhol qaytarib bermasa olmaydi deb bek tanqisib qo'ydi. Shuni bilan Dilshodni izlab kelgandim. Uning nima ishlaydiganini bilamsiz? U bir tashqi savdo shirkatida ishlayman degandi. Lekin men bundoq bo'lishini bilmagandan keyin soat qaysi shirkat ekanligini aniq so'rab olmabdi ekanman. Tashqi savdo shirkati? Ha. Uning bir apat surati bormi sizda? Agar bor bo'lsa, men surish qilib baxsam bo'ldi. Ha, rost. Do'stimning tug'ilgan kunida hammamiz o'pcha rasmga tushgan. Shuning orasida Dilshod bor. Voy. Bizning shirkatdagi merdami bor ekan-ku. Oshtaqmi? Unda bo'lsa cho'qim Dilshodni topqil bo'ldi. Men ishini cho'lay. Ha, ma'qul. Yaxshimi? O'tiring. Hocam, cho'pchong bo'lib ketibdi-ku bu, maqchong bo'lib ketibdi-ku. Rahmat. Ukam. Men yo'qlab borman deb to'g'andim sizni. Uning'ichilik mana o'zingiz kapsiz odamni xijil qilib. Shu bal kichik bo'lgandagina-da yo'qlab gap bo'lmay qoldim.
hada men menga beray emsa sizlar o'tirib paranglashinglar. Voy, birdan o'tiring ha? Bo'ldi ada, sizni ilmi bek avar qildim. Endi Dilshodni izdimsam bo'lmaydi. Birdan turib turing. Ukam, bu mening ism kartochkam. Har qanday vaqtda xijil bo'lmay meni izlasangiz bo'ldi. Ustidagi nomerni undidarimga qo'shib elib, boyaqqa suratni avatib bering ha. Men Dilshodniki xabar bo'lib qolsa, sizga uchurni beraman. Ma'qul ada, ma'qul. Oy, siz qomat ko'royining muavini edirkansiz-ku? Ha, vaqtingiz bo'lsa shirkatga bering jonim. Ma'qul ada, sizni avar qildim. Rahmat. Amsa aloqalashib turaylik ukam. Ma'qul, ma'qul. Ma'qul xo'shamsa. Bo'ldi, ma'qul ha. O'ynog'izga zanjir qiling. Oy, abla, unutib qopdim emasmi taqashni? Bu zanjirni unutib qolsangiz qanday bo'ladi deyman. Bu zanjirni unutib qolganingiz meni unutib qolganingiz emasmi? Sizni qanday qildiki, inkasini sinab baqay deb qasddan unutib qoldim dedi. İnkasim qanday bo'ldi? Ekranga taqab qo'ying. Endi bu zanjirni bo'yningizga ilishga ruxsat yo'q-a? Shu hada Davronkamni Toyirga tarbiya qilib qo'yamdiki deb yoningizga kelgandi. Ko'nglingiz bek yerim qilib ketmagan sandim. Men bu ishni Davronga dey. Meningcha Toyir Davrondan teptatdi. Ma'qul ada, rahmat. Benim bu sizlar bo'lib qolibdikansizlar, ota-onamdan boldurli ayrilib kelib, kimning meni berib usab qo'ydi. Ko'nglingizni bek yerim qilib ketmang. Har qanday bir ishning hal bo'lgan chorasi bo'ladi. Ma'qul ada. Ayollarning oilaga ko'ngil bo'lishi bir majburiyat. O'ziga ko'ngil bo'lishi mas'uliyat. Har qanday yavash ermo ayolning chiroyli yasnab yurishni orzu qiladi. Ma'qul ada. O'zingizni bek tashlab etmang. Bularni opirib ishirting. Rahmat ada. Bu bizning vakolatchilarning oldingi fasllik xizmat doklati bir ko'rib boqamosingiz. Natija biz o'ylagandan ko'p yaxshi bo'ldi. Bu bizning mahsulotlarimizning sifatining unimining yaxshi bo'lganligida. Agarda mahsulotimizning sifatidan masala chiqqan bo'lsa, hargizmi bunday natija qozonmaydik. Biz buni uloqlarga to'xtab qolsak bo'lmaydi. Albatta, biz tashviqotni texim yaxshi qilishimiz kerak. Biz shu texi vakolatchi qabul qilmagan shaharlardan, yezlardan vakolatchi qabul qilsak, uning texi yaxshi bo'lardi ekan deyman. Men bu nuqtasida demayapman. Hammasi biz mahsulotlarimizniki sifat va unumni texim yuqori ko'tarsak,
Bizdeki vakaletçilerimiz hem xaridorlarning ishonchi tabiiy holda oshadi. Tabiiy holda oshgandan keyin bizning bozorimiz texnik kengaydi. Bozor etishimiz ham osonlashadi. Deganingiz to'g'ri, direktor. Men sizni ishkir o'kilarga tarbiyalashga va'dayman deyman. Rostmi? Menga ishonganingiz rahmat, direktor. Men cho'qim tirishini. Ana siz tayyorligingizni boshlagan o'g'illik 2023-yillik bosh terisi sog'lomlik kasbiy taraqqiyot ilmiy muhokama yig'ini Guangzhouda ochildi. Siz shuni tayyorlik qiling, biz birlikda berib qatnashimiz. Shu yerda siz qilib, bizning qomat shirkatimiz bilan hamkorlashgan har qaysi cho'ng shirkatlarda o'g'ilishdi bo'lasiz. Buningga balki bir ishga vaqt ketishi mumkin. Albatta bo'ladi. Agarda yangi bilim o'rganadigan ish bo'lsa, bo'ladi, chatoq yo'q. Vaqti yaxshi. Chiqib tayyorligingizni qilsangiz bo'ldi. Ma'qul. Aras. Bu balon tunamsiz qarab yo'qman. Bu Dilshod-ku. Tashqi savdo shirkatida ishlaydi. Tayyorlash shirkatidami? Ha, to'g'ri, dal tayyorlash shirkatida. Qanday uni izlaydigan bir ishingiz bormi-te? Ha, bo'ldi. Chiqib tayyorligingizni qilaverman. Ma'qul, direktor. Ya'ni shu tayyorning ishi. Hech xabaring yo'q o'xshamamdi. Nimadan? Sen-chu ishdan bo'shding. Nima ishqa? Aytgan direktor kirib, o'z eg'iz bilan dedi. Men shirkatga madamiy qarz bo'lib yurganim uchun ishdan bo'shding. Meni direktorga sen chiqibsan-da. Voy sen qanday o'ylasang mening karim yo'q degine. Men shu yili bolalarning oldida, shirkatdagilarning oldida yuz shalaqqa yerga tushib ketmisin deb balduroq deb qo'yishim. Xat to'xtatdi. Yaraz. Al pulni bugun kechgacha tayyor qilib, menga berib o'tasiz. Bo'lmasa texnik yuzga tushib ketmisin yana. Polatning ishini bir taraf qilinmasa, tayyorga nima bo'lganda endi. Shunday, bu tayyorma xeyli bir yaxshi bo'ladi. Shirkat qurib, ozroq pul tepib, xudin bilmayapamdi. Oyzbaning gaplarini anglab, shunda ichim og'rib ketdi. Siz boya tayyorning shirkatga borib olib, Qunduz ismli bir qiz bilan pulni olib bermoq bo'ldingizmi? Ha, Dilshod ismli birisiga qaraganda bu ish kelish tayyor bilan munosabat ekanda. Kiring. Ada, sizning bir sizlar ekan. Kimga? Ismi Qunduzga. Ha, tez kirsin. Ma'qul. Ha, kilotim. Yaxshimi aka, yaxshimidi? Kilon, o'tiring. Meni xabarimni saqlamasdan o'zingiz kepsiz, bir ish bo'lmaganda. Shu ishlayotgan shirkatdan xizmatdan bo'shdildim. Oy, nima ish qildi? Iliq xizmatdashim Ra'no bo'lmamdi. Hech yomonlik qilib, boshliqqa yolg'on raskapning hammasini deb meni tas chiqibdi. Xo'jayiningiz ko'rishib baxmadingizmi? Ko'rishdim. Lekin xo'jayinim xizmatdoshlaringizning sizga bo'lgan fikr bekchiqga deb gapimga quloq sapmi qo'ymadi. Mashni. Qaraganda tayyor bilan munosabatli bu ish kishini hozirlan bir taraf qo'yatmasak bo'lmabdi. Ve tayyorma? Ha? Ya namert. Ma zencirning ishini davramkamga debsa, ha? Ey, seni bir azroq numus qilish vijayris bormi yo'qmi? Ha? Yeni men namert devatamsa? Men sana deb qo'yay. Ma davramkamga nima degan bo'lishidan qat'iy nazar, ma zencirni ranaq bagashda bo'ynimga qat'iy olmayman. Ha, shunday qiling. Siz oq qog'idimmi oq, seg'izxonimni saqlagan ekan. Ha, uning zincirli qizlarga men sovuq qildim. Yangi bir jononlik bo'lib qoldim emasmi hozir?
Numus qilmay deyotgan gapini? Shu emasmi? Numus qilmay nomard deydi. Asli zanjirni bosh qizoq so'qilayotgan degina. Yo'q, men tushuntirishni emas. Nimani tushuntirsan? Yo, shu men sana tushundiray deyapman. Oldi, ajrashma. Hey! Ya ben tushundiray buni. Nimani tushuntirsan? Aka tomoqdan pul to'lasa zopga. Shu avval anlamamsa men tushundiray. Tomoqdan pulni. Hey! Men yiga mant qancha pul oldi? Aka sahma sizlar mantimdanlar suyrular maydonlar. Tas qapti menda. Yana yemiga mant pul to'laginim men. Ana, evet etdim ha. Hey! Bizden aşkanda mantum olsa, yemeğe mantum pul to'laydi madem. Qiziq odamga bu. Güzelede. Qani, çayga bakalım. Aras, ma sizlarninki qomat chat yurishlikka yomon payz ekan deyman. Bu kunni ishlatibdim. Ma qarmamsa chichib qop-qora qo'yoqlashib ketdi deyman. Siz uchun aql bilan qalbni pokizlaydigan supa ishlab chiqargan bo'lsam, nihoyat xushlab ketdim. Bu Davronka Do'st yig'ilib aytdi. Uning ustiga men sizning do'stingizdan bo'lib qolmay, yana akangiz. Şu siz elbette meni akam deyman. Ben o zincirini fakat beğenmedim. Bak Polat özü hem işte kıpıp bana döngep koydu deyman. Ne dediniz? Zincir ne? Men demekçi ilk günü dükkanga bağa vakitte ilk kızga Polat zincirini soğuğa vakti men batım emes mi? Ben Polat'ı şunçilik dedim, şunçilik terbiye kıldım. Adaş unda kırmagayın dep. Şunda dese bu kulku kırmıdı onunki. Şuna olan tünü gün tutsam şirket kepti adaş. Ben Devrankamga xotun qalğan zincirini tayir baş kıza soğuk kılıp etti dep koydum. Sen muş bir kıtım bana yardım kılsan dep şunda yalvarıp gitti. Oylap kına bu başkalarının sızık tağırını men kötləsem qanday olur deyman. Üstüge benim ailem, ballarım tutsa şundan mı ya güzel ede? Aileniz, balınız, esiniz de bak gene. Bu elbette bana güzel ede. Ayızı bana okşaş, şunda çıraylık, yaş ayalga erişmikim asan bolmasa ya. Onun üstüge ben bu şirkette kündü digendek, yitip kopap digendek, şunda yaş tarışıp işlevatdım ben. Ben ne dedim? Hayır bek akıllı şirin. O sizin ağzınızdan uçudular. Nima sınap koyğanlarınız var? Onda asan olmayıp gitmeydi. Baya mındala çak koysam sen korkap ketdiniz ha? Xudo qatim men tutag'im bulay. Sizlik yaxshi ko'rgan zanjirni tugallan ayttiraymi? Gepiniz geplense, gepinizden yeni olmaya, ekilana kolunuzunu. Lekin men boya degan aql bilan qalbni pokizlaydigan hech supinni qo'l ostingizdagilarga ishlasak bo'g'day. Gepingizni toza tushunamedim bu. Ama bizim şirketki bir balla aldığınızda doğru ödep koymaganda ya Muhtar aka. Sizin kol astınızdaki Dilşat isimlik birisi hazırda kızlarını alda can bakılan bulbaktı. Unda emes o. Tuhtana. Afgan, Vikrama. Vikrama sanın. Siz Ha, qaysi kuni qomat chat uzuqlantirish, chat asrash markaziga do'stim bilan bag'atdim. U mening do'stim. To'g'ri. Ben u kuni do'konga, "Men chichim oziqlantirim" deb bag'a emasmi?
bu kızcak o güne dostluğuyla beripken şununla ben bizdeki kamet yok sizlerinki kametning mahsulotini tushundirib qo'ygandim. Oy, o'ltirma. Ilqi Ra'no degan do'stingiz shu. To'g'ri. Ilqi Ra'no degan do'st shu. Voy. Siz qanday do'stsiz? İlk güne dükkanda özara çakırışqa vaqtda şu kulqam kirib qapti. Ey, niye kiremaya gel? Niye girak kile? Nimiş kıldın sen ha? Nimiş kıldın? O şu ülkenin maddim Hey, ma yaptım demene meni. ya ma kız bana 5-200 gün evet durup mal kaytırıp sevimlikim tuğan kinosum barek olsun dep itip beren degende. Şununla itpegendeki apılını başkası vallahi itpedin şunda ama. Ya, benim bunun başka maddim var mı sen? Hey, ma yaptım demem dedim sizge. Hıcılı olmay 5-200 koyunu evet berip kaytırıp beren desem, alıdığını ilvelep, öndüderden jüvitip, yana tek kartızımlık tıkaytıpsız go. Vay yüzüm. Müşte iplas işte bakıp şu durma sen. Edem bombaydı lan. Ya, ülkünüme arak içip mensup kaptım ya ağınlarım bilen. Karsam uçur kileydi verdi şunu bilen. Şunu bulup uçur kiliyi vergendikin ma mesoğandı vicdanın kozgulup işte baş kızlarda uçur keplep ma kızvan jüvetten digine. Yanımız kımak digine. Birine koyduk kendine. Hayırcan, bizge bu van urpirayan da kemidoq. Naq yapkil kileyle. Pulqı ne? Tecrübetten şunda ama. Bana dikki çıkıp pulunu amalını kıp kire bana. Heclep boğan dursan ben nereden el kılma ne? Toklu hecliden tok de. Ya numus kılmay pullu heclettim de. Men söyleyemem de şunda ama. To'g'ri. Toyirjon, siz to'lang. Siz xohlasangizdagilariga axloq, qoida, nizom o'rgatmagan bo'lgandan siz to'lang endi. Güzel edem bu. Hayırcan, bu sınırımızda bu yigitning kaydidan yalvarib shusini demaydigan siz. Agar endi shirkatimning inovatiga daxl yetmaydi deb qarasangiz, bilolmadim qilsam bo'ladi. Ya güzel ede onda ıksak olmaydı. Ben berey. Ündedarını kötü olay mı? Undidarni qochilmaymi? Pulakul bo'ldi-ku deyman. To'g'ri. Qo'shqul bo'ldi. Yetib etdim. Furkan, bu sınırımız sen sebepli hizmetinden ayrılıp kaldı. Kızvalga kılıp aldın, itip aldım degen bilen. Kızvalını bozak kılgan oğulala herkes yaxşı gününü köygen emas. Doğru dedim mi Tahircan? To'g'ri, Öğrenki. Bugün yaxşı kıldınız. Bir günü dükkanı berine, Polat öz kolundan çeçinizni asrap koysun. Ma'qul, rahmat. Tamam da. Birden o'ltirib